Matiz'in stopini esa 5 sifatini beramiz. Hozirlari legendarniy bo'lgan Nexia 1 Matiz Tico'larni kuzov detalining eng kerakli zo'r ochib turadigan narsalarni baholarni aytib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib Nexia 1 ning 50 fari eng kerakli zo'r narsasi narxi 300 ming so'm 2 danasi. Obunachilarim uchun bonusda 2 dana powerlinkini qo'shib beramiz. Bu radnoy bo'ladi, xohlasangiz eminli silliq diptiniq shishalar va buni narxi 400 ming so'm 2 danasi. Legendarniy chiroyli oblisopgan narxi 120 ming so'm. Orqanga 2 dana stopi 280 ming so'm. Nexia 1 meni mehrim boshqacha natijada birinchi bo'lib o'zim Nexia 1 deyman. Videoni Nexia 1 donishlar deb qo'ygan mashinani chiroylatib birsizlar, sizlar sababli ko'rinib qolsinlar. Bundan 15 yil burun eng yaqinday bo'lib yurgan Matiz farlarimiz 350 ming so'm 2 danasi. Xohlasangiz endi bilet qo'yilgan zo'r va buning narxi 1 million so'm. Tumankinam 2 xil endi radnoyi 140 ming so'm, endi tuning bo'lgan zo'r esa 200 ming so'm. Elde mordasi 2 powerotniki bilan 180 ming so'm. Agar sizlar ko'nayib qolgan, sarg'ayib qolgan Matiz stopda haqiqatan yurgan bo'lsangiz, bizlar rasm tasanglar 5 ta mashina 5 sifatini beramiz. Videoni bu chiroyli narsalar egasi Matizchilarga yuborib qo'yinglar. Tico'ning ko'rib turgan hamma narsasi sizda 500 ming so'm. Keyingi video qaysi mashinaning narsalar haqida bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Video like bos, yoddan chiqmasin.